ehson katta kichikligi muhim emas uni. Ozgina bo'lsin, zarra bo'lsin. Bir yetim odamga bir kosa taom bo'lsin. Uni bir kosa taomni o'zini bir mehmonga berishga uyalasiz, oldida bir narsa berishingiz kerak. U muhim emas, birodar. Ehsonning qalbdan, ixlos bilan, chin dildan, xolis Alloh uchun bo'lishligi juda muhim. Ehsonning katta kichikligini aytmayapmiz. Ehsonni xolis bo'lishligi zarur ekanligini tushuntirmoqchimiz. Ehsonlar Alloh taoloning roziligi uchun bo'lishligi shart ekanligini tushuntirmoqchimiz. Alloh taoloning fazli bilan bugungi kundagi har bir insoniylik muomalalar ortida muomala qilamiz. Dunyo shunday. Kimdandir olamiz, kimgadir beramiz. Bular hamma oldi berdilar. Ehsonlar, qarzlar, olinadigan vaqtincha ishlatishlik uchun ijara shaklida olinadiganlar, vaqtincha fursat bilan olinadigan narsalarning barchalari, birodarlar, shariat qonun qoidasiga muvofiq holatda bo'lsin. Va bu shariat qonun qoidasiga muvofiq bo'ladigan amallarni o'rganing. Har bir ishni qilishligingizdan oldin ilmini o'rganing. Bugun qarz oldi berdi masalasi. Oxiri muammo bilan tugayapti. Nimaga? Boshi shariat qonun qoidasi bilan boshlanmaganda, barakasiz bo'lgan. Har bir oldi berdilar, har bir sherikchilik masalalari, har bir bay'lar, har bir savdo masalalari shariat qonun qoidasiga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, Alloh baraka beradi, Alloh fazl beradi inshaalloh. Shuning uchun azizlar, har bir qilinadigan ishni avvalo ilmini o'rganmoqligimiz, Alloh taoloning fazlidan umidvor bo'lgan holatda qonun qoidalari bilan har bir amallarni qilmoqligimiz va har bir ish sunnatga, shariatga, odoblarga rioya qilingan holatda qilinsa barakali bo'lmog'ini Alloh taolodan so'ramoqligimiz kerak. Bugungi kunda Alloh taoloning fazli bilan Baqara surasining 282-oyati Oyatul Mudayana deyiladi. Oldi berdi oyati. Qur'onning eng uzun oyati. Bu Qur'onning eng uzun oyati, birodar, birovga qarz beryapmiz. Birovga oldi berdi beryapmiz. Birodar, yozib qo'ying. Yozishlikda baraka bor. O'rtog'im-ku, birodarim-ku, nima uchun yozaman? Uni oldida xijolat bo'laman degan fikrlar o'tmaydi. Agar xijolat bo'lishlik holati bo'lganda edi, Alloh taolo Qur'onda bizga buyurmagan bo'lardi. Oldi berdilar nima uchun yozilmaydi? Vaqtlar nima uchun kelishilmaydi? Vaqtlar, guvohlar, nima shartlar, qachon berilishlar, qaysidir holatda kechiktirish, qaysidir holatda barvaqtroq berish nima uchun yozilmaydi? Yozishni ham bilmaymiz, lekin oldi berdi qilib yotibmiz. Bunday bo'lmaydi, birodar. Buni avvalo ilmini o'rganing. Shunda baraka bo'ladi bugun. Bugun birovdan olgan, birov bermayapti. Birovga berishimiz kerak. U bersa keyin biz beramiz. Shunaqa holatlar, muomalalar juda ham ko'p. O'rtada zulm qilinishlar, o'rtada holatlarning yomonligi, o'rtada holatlarning tizimdan chiqib ketishligi, birov bilan yaxshi va yomon bo'lishligi holatlari juda ko'p kuzatilyapti. Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Shuning uchun oldi berdilarda, holatlarda asosiy yoziladigan narsalar bor, birodar. Oddiy bitta misol aytaman. Oramizda juda ko'p holat bor. Kechagi haftada bo'lgan savollardan. Domla, biz bir narsani sotayotgan vaqtda avans olsak bo'ladimi? Avans bu ruscha so'z aslida. Avansni o'zbekcha tarjimasini, o'zbekcha shariatga muvofiq qanday so'z ekanligini kim biladi? Bilmaydi. Lekin bir narsa sotsak darrov avansni olyapmizda, ishlatib qo'yapmiz. Uy sotadigan bo'lsak, oldin pul olyapmizda, uni to'lovlarga ishlatyapmiz. Mashina sotadigan bo'lsak yoki boshqa narsalar sotadigan bo'lsak, darrov olyapmizda, qaysidir joyga ishlatyapmiz. Buni nima deydi?
buni shariatda bay boshi deyiladi. Bay boshini olish mumkinmi? Mumkin. Ishlatish mumkinmi? Mumkin. Bay o'xshamasa-chi? Bitta mashina sotmoqchi edik. Bay boshi oldik, $100 oldik. Aytilgan vaqtda chorshanba kuni qolgan pulini keltirib beraman dedi, bera olmadi endi. Qaysidir holati bo'ldi. Molini sota olmadi, birovga pul berib qo'ygan o'sha bermadi. Chorshanba kunida bay buziladi o'zi aslida. Chorshanba kuniga bermadi. Xo'p, biz oldin berilgan avans bay boshini beramizmi qaytarib? Ko'pchilik bermaydi. Shuni ustida urush bo'ladi. Hanafiyda, bizni mazhabda bay boshini qaytarib bermaslik harom. Qaytarib berish kerak uni. Uymi, telefonmi, boshqa narsami, nimaiki bo'lsa, biz bay boshi uchun avans pul oldik, aytilgan vaqtda u bizga bermadi. Ko'pchiligimiz Hanafiymiz. Hanafiy mazhabida bay boshini qaytarib bermaslik harom, qaytarib berish kerak. Qaytarib bering pulini. Yoki muhlat bering. Chorshanba emas, yana bir hafta muhlat bering. Yana 2 hafta muhlat bering. Umuman bo'lmadiki, imkonsiz bay boshini qaytarib berasiz. Bay boshini sizda qolishligi harom, birodar. Mana men sizga oddiy kundalik hayotimizda siz qilib yuradigan bitta misol aytyapman. Bunaqangi misollar ko'p. Bundan bir narsani olyapmiz, falon kuni falon pul beraman deyapmizda, olyapmizda ustiga qo'yib bunga sotyapmiz. Birodar, to'xtang. Uni ilmini bilasizmi? Bozorchilar bu do'kondan olyapti-da, o'ziniki qilib sotyapti, mabodo u olmasa keltiryapti-da, qaytarib beryapti. Xo'p, bunga omonatdor kim bunga pul tikdi? Evazsiz hech narsa qilgani yo'q. Olyapti-da, ustiga qo'yib sotmoqchi bo'lyapti, u tovar ketmayapti-da, qaytarib egasiga beryapti. Unday bo'lmaydi. Unga kelishuv kerak aslida. Undan oldin bay boshi berish kerak. Muddat aytilishlik kerak, narx tayin qilishlik kerak, vaqtini aytish kerak, birodar. Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Shuning uchun azizlar, biz nima deymiz? Qilayotgan ishingiz bor, har turli kasb egalarisiz. Turli kasb egalari o'zlarining qonun, qoidalari, shariatga muvofiq amallarni o'rgansin. Qassoblar ilmi bor uni. Bismillah, Allohu akbar deb so'ysin. Uni qoidasi bor, qaysi tomirni kesish kerak, tuya bo'lsa qanaqa, ot bo'lsa qanaqa, qo'y bo'lsa qanaqa, qo'chqor bo'lsa qanaqa, kasal holati qanaqa. Uni ilmi bor. Uni shariatga muvofiq amallari bor. Undan keyin tarozu masalalari bor. Ularni o'rgating. Faqat dunyo manfaati, kilogramdagi og'irlik va qo'limizdagi moddiy pul shaklida bo'lgan narsalarning ko'p va kattaligi, oz va kichikligida emas, barakali va barakasizligida ham gap ko'p. Shuning uchun Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Qilinadigan hamma ishlaringizni avval shariat tarozusi bilan o'lchang. Bo'lmasa bo'lmaydi azizlar. Ilmini o'rganing, ustoz tanlang. Har bir ishingizni ustoz bilan maslahat qiling. Shariatga to'g'ri bo'lsa qiling, bo'lmasa undan voz kechingki, katta idishdagi asalni bir tomchi sirka buzadi.